0,6 mol noma'lum alkan kislorodi to'liq yondirildi. Bu jarayonda oksidlovchi qaytaruvchidan 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysi ta elektron olgan bo'lsa, alkanni aniqlang. Demak, mana berilishi alkan yondirilyapti. Demak, alkanga har xil moddalar kiradi. Aynan qaysi moddaligi aytilmagan. Shuning uchun ham alkanning umumiy formulasini yozib olaylik. Qaysi alkanligini bilmaganimiz uchun. CN+2 deb yozib olaylik. Ya'ni uglerod nechta, vodorod nechta bilmaymiz. Lekin umumiy formulasi uglerod vodorod bir-biriga nisbatan nima deydi, nisbati bizda mavjud. CN+2 yondirildi deyapti. Demak, yonish bu kislorod bilan reaksiya bo'ladi. Mana kislorod bilan reaksiya kirishyapti. Uglerod kislorod bilan reaksiya kirishganda soy chiqadi, vodorod kislorod bilan reaksiya kirishganda suv chiqadi. Biz aniq koeffitsiyentlarni bilmaymiz, chunki uglerodlar, vodorodlar nechtaligini bilmaymiz. Lekin n deyilgan, shunga qarab nli koeffitsiyentlarni aniqlasak bo'ladi. Uglerod n bo'lsa, demak soyga ham n bo'ladi. Koeffitsiyenti topildi. Vodorodlar 2n+2 bo'lsa 2 ga bo'lib yuboramiz. 2n 2 bo'lsa n, 2 ni 2 bo'lsa 1. n+1 demak suvni koeffitsiyenti. Kislorodni koeffitsiyentini topishimiz uchun o'ng tomondagi kislorodlar sonini topib 2 ga bo'lib yuboramiz. Demak, bu yerda kislorodlar soni n kare 2 2n bu yerda. Bu yerda kislorodni indeksida 1, shuning uchun n+1 ga ko'paytirsak, babu o'zi bo'ladi. n+1 kislorod ekan. 2n ga qo'shamiz n+1 ni 3n+1 bo'ladi. 2 ga bo'lib yuboramiz. 3n ni 2 ga bo'lsa 1,5n, 1 2 ga bo'lsa yarim. 1,5n plus yarim kislorodning koeffitsiyenti aniqlandi. Lekin bu aniq koeffitsiyent emas. Chunki n noma'lum. Ya'ni bu koeffitsiyentni aniq koeffitsiyentini topmadik hali. Masalada nimani toping deyilgan? Alkanni toping deyilgan. Qaysi alkanligini topishimiz uchun n ni aniqlashimiz kerak. N ni topsak, shunga qarab uglerod nechta, vodorod nechta shuni bilib, shu orqali alkanni topishimiz mumkin. Nima berilgan? Qanaqa ma'lumotlar berilgan masalada? Demak, alkanning moli berilgan. 0,6 mol va oksidlovchi olgan elektronlar soni berilgan. Demak, 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysi ta elektron olgan ekan oksidlovchi. Shu ma'lumot berilgan. Endi oksidlovchi qaytaruvchini aniqlab olishimiz kerak. Qaysiligini? Masalada demak reaksiyamiz oksidlanish qaytarilish reaksiyasi. Qachon oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi? Reaksiyada elementlarni oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan boradigan bo'lsa, u holda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Bu yerda mana kislorod oksidlanish darajasi 0 edi, chunki oddiy modda. 0 edi, -2 ga o'zgaryapti. Demak, kislorodning oksidlanish darajasi o'zgaryapti. Oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga kirar ekan demak bu. Oksidlanish darajasi o'zgargan uchun. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida oksidlovchi va qaytaruvchi bo'ladi. Oksidlovchining oksidlanish darajasi kamayadi. Qaytaruvchining oksidlanish darajasi oshadi. Kislorod 0 dan -2 ga o'zgarayotgan bo'lsa, oksidlanish darajasi kamayyapti. Demak, kislorod oksidlovchi bo'ldi. Masalada aytilgan oksidlovchi 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysi ta elektron oldi deb aytgan. Endi biz bir dona kislorod bitta oyga qancha elektron oladi o'zi, shuni bilishimiz kerak. Demak, bitta kislorod qancha elektron oladi? Mana bitta kislorod yozib oldik, ya'ni koeffitsiyenti 1 bo'lsa agar, chunki bu yerda bilmaymiz nechta kislorod. Balkim undan ko'pdir. Aniq bilmaymiz qancha kislorod. Lekin masalan bitta kislorod bo'lsa agar qancha elektron oladi? 0 dan -2 ga o'zgarsa 2 ga o'zgaryapti. 0 dan -2 ga 2 ga o'zgaryapti. Lekin bu yerda kislorod atomlari 2 ta, ya'ni O2. Har biri 2 tadan o'zgarsa 4 ga o'zgaradi. Demak, 4 ta elektron olar ekan. Bitta kislorod 4 ta elektron olar ekan. Bitta kislorod 4 ta elektron olar ekan. Biz buni bilib oldik. Bizda oksidlovchi 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysi ta elektron oldi degan. Shunga qarab qancha kislorodligini topsak bo'ladi. Faqat bu yerda Avogadro doimiysi bor, noqulayroq, biroz molga aylantirib olsak qulayroq bo'ladi. Mol topshirmasini yozamiz. Demak, mol topshirmasi zarrachalar sonini Avogadro doimiysiga bo'lamiz. Zarrachalar soni 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysiga teng. O'rniga qo'yamiz. 30 ko'paytirilgan Avogadro doimiysi. Bo'lamiz Avogadro doimiysiga. O'zi aslida Avogadro doimiysi aniq qiymatga ega. 6.102 ko'paytirilgan 10^23. O'rniga qo'yib o'tgan
Keyin 30 ni shunga ko'paytirib, keyin yana shunga bo'lsak ham bo'ladi. Nima deydi? Bu masalada unaqa qilishimiz shart emas. Chunki Avogadro doimiysi bilan Avogadro doimiysi baribir bir xil son. O'rniga aniq qiymatini qo'yamizmi, yo'qmi, baribir qisqarib ketib qoladi. 30 ni o'zi qoladi. 30 mol elektron olgan ekan oksillovchi, topildi moli. Demak, bu masalada shart emas ekan Avogadro doimiysiga aniq qiymatini yozib o'tirish. Elektronni tagiga elektronni qo'yamiz, kislorod tagiga kislorod tushadi. Demak, 30 mol elektron. Bitta oyga 4 ta elektron olsa, qancha oyga, ya'ni kislorod 30 mol elektron oladi. Mana proporsiya bo'ldi. X topish uchun 1/30 ga ko'paytirib 4 ga bo'lamiz. Demak, X topildi 7,5 mol kislorod. O'rniga yozamiz 7,5 mol. Kislorodni moli topildi. 7,5 mol ekan. Endi buni koeffitsiyenti noma'lum. Ma'lum 1. Hech narsa yo'q, demak 1 aniq. Koeffitsiyenti. Buni koeffitsiyenti noma'lum. Chunki 1,5 n plus yarim n noma'lum so'ng baribir noma'lum. Demak, nechiligini bilmaymiz. Lekin proporsiya orqali topsa bo'ladi. 7,5 ni 1 ga ko'paytirib 0,6 ga bo'lamiz. Proporsiya. 7,5 1 ga ko'paytirib 0,6 ga bo'lamiz. Endi buni bo'lishi 7,5 1 ga ko'paytirsa baribir 7,5 bo'ladi. Virgulni bitta sursa osonlashadi. Demak, virgul bitta sursa 75, virgul bitta 10 ga sursa 6 bo'ladi. 75 taqsim 6 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. Qisqartirib olsak bo'ladi. 75 ni 3 ga bo'lsa 25, 6 ni 3 ga bo'lsa 2. Ana 25 ni 2 ga bo'lamiz. 25 ni 2 ga bo'lsa 12,5 bo'ladi. Koeffitsiyenti topildi kislorodning 12,5 ekan. Kislorod koeffitsiyenti 12,5. Mana shu 12,5 yozsa ham bo'ladi. 1,5 n plus yarim yozsa ham bo'ladi. Chunki n orqali topganimizda shu chiqdi boya koeffitsiyenti. Tenglama ko'rinishga keldi. Ya'ni bu koeffitsiyent bilan bu koeffitsiyent ikkalasi ham kislorodniki. 12,5 ham koeffitsiyent, bu ham koeffitsiyent. Tenglama ko'rinishga kelib qoldi. Endi 1,5 n plus yarim barobar 12,5. Bu tenglama ko'rinishga kelganda, tenglama ko'rinishda ishlaymiz. Plus yarim barobardan o'tsa minus o'tadi. Minus yarim. Demak, 12,5 minus yarim. Ayirsa 12 bo'ladi. Demak, 1,5 n teng 12 bo'lib qoldi. N ni topish uchun o'yinni chapga bo'lamiz. 12 ni 1,5 ga bo'lamiz. 12 ni 1,5 ga 8 chiqadi. N imiz 8 ga teng ekan. Demak, mana bu alkandagi n ni o'rniga 8 ni qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham 8 qo'yamiz sen o'rniga. 2 kara 8 16 ga 2 ni qo'shsak 18. Demak, vodorodlar 18 ta ekan. Demak, S8H18. Bu oktan to'g'ri javob D variant.